Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, obunachilar. Mana bugun shanba kuni bizlar Samarqanddan kelib Qashqadaryoning Kasbeyda mana kafel terishni boshladik. Nasib bo'lsa bu kafel bo'lgandan keyin bo'yi 1 metr bo'ladi kafelda. 1 metr kafel. Evet. Keyin eron g'ishlari nasib bo'lsa eron g'ishti teramiz. Mana g'ishtimiz ham shunaqa g'ishtlardan. Eron g'ishti. Eron teriladi. Mana Samarqanddan kelgan ustalar, bu kishi usta Hasan, usta Madamin, usta Jallon ham shu yerga mana o'z mahoratlarini ko'rsatyaptilar. Aziz obunachilar, yurtdoshlar, podpiska, like. Sizlarga mana shunaqa kafel ishlar nasib qilsin. Borib o'zlarimiz qilib beraylik. Hozir shunaqa xizmatlar bo'lsa agar pastga albatta nomer qoldiramiz. Bemalol telefon qilib murojaat qilishlaringiz mumkin. O'zbekiston bo'ylab, O'zbekistonda farqi yo'q, qayerga bo'lmasa borib terib berib, ko'ngildagidek qilib duolaringizni olib yuramiz. Mana akalar, karitov pilotlar bizlarga uyni egasi. Нет,